Assalomu alaykum hammaga. Olib qo'ygan Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinaga Starline signalizatsiyasini qo'yib berdik. Mashina polностью telefondan boshqariladi, zavodskiy kaltdan boshqariladi. Telefondan dunyoni xohlagan joyidan ochib yopib zavod qilsak bo'ladi. Prilojeniyani tepa qismida mashinaning sostoyaniyasini, pastda mashina qad turibdi, qatdan qat yurganlarni ko'rsatadi. Telefondan zavod qilsak bo'ladi. Zavod bo'ldi, zavod bo'lganini prilojeniydan ko'rsatib turadi. Salon ichida qilib berilgan ishlarimiz. Start stop funksiyasini qilib berganmiz. Tormoz bosib, knopkani bosib, mashina zavod bo'ladi. Zavod bo'lib turgan payt, telefon bilan kelgan paytda avtomatik start stop funksiyasiga o'tib ketadi. Hozir mashinani o'chirdik, telefon bor. Tormozni bosib, knopkani bosamiz, mashina zavod bo'ladi. Hop, Cobaltlarda salon ichida bagaj ochadigan knopka yo'q. Center zamok knopkasini, bagaj ochish funksiyasini qilib berganmiz. Bosib tursak bagaj ochiladi. Mashina skorostda ketayotgan paytda avaykasini qisqa bossa 3 marta yonib ochadi. Rahmat funksiyasi bu ishlaydi. Avariyka kerak bo'lsa bosib ushlab turiladi. O'zini holatda ishlayveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa qilsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.